Assalomu alaykum. Kia Morning avtomobilimiz 2014-yil atigi 50 ming kilometr yurgan yoqilg'i benzin bir объемli. Mashinamiz narxi 4.900.000 won. Kia Morning qidirib yurgan akalarimiz uchun mana mashinani kilometri kam yurgan holatdagi Morning avtomobilimiz. Balonlari ham normal holatda. Eshik beskurchoq dasturi bor. Eshigi yopiq ekan. Salon ko'rinyapti, shunda ham bir obzorga o'ramiz. Black box'i bor ekan. IPS ham turibdi bor, monitori bor mashinamizni. Xo'p, nimalari bor yana? Ruli sidi, sidini oldisidan isitadi. Koja salon. Orqasidan yaxshi ko'rinmadi. Kimga link kerak bo'lsa tashlayveraman, telefon nomerlarini yozib qoldirsanglar. Mana shu orqa kapotda kraskasi uni ko'chib qolibdi sal-pal. Eski mashinalarda bunaqa holatlar bo'ladi. Kelib test drive qilib ko'raverasizlar. Ideal holatdagi Kia Morning